Mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish, profilaktik tibbiy xizmatlarni kuchaytirish qolaversa, yurtdoshlarimizni o'z sog'ligiga bo'lgan mas'uliyatini yanada oshirish borasida ko'lamli keng ishlar amalga oshirilmoqda. Jondor tumanida boshlangan bir oylik salomatlik marafoni ham aholi o'rtasida kasalliklarni oldini olish va sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishga qaratilgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bugun erta tongdan Jondorda start berilgan bir oylik salomatlik marafoni jarayonlari sog'lom turmushni targ'ib qilish, aholining jismoniy faolligini oshirish maqsadida salomatlik sari 1000 qadam shiori ostidagi ommaviy yurish tadbiri bilan boshlandi. Bunda ishtirok etgan Jondor tumani tibbiyot birlashmasi xodimlari o'zlarining sog'lom turmush tarziga qanchalik darajada sodiqliklarini yana bir bor namoyon etdilar. Shundan so'ng marafonning ochilish marosimi tantanali ruhda bo'lib o'tdi. Unda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilari, tuman hokimligi vakillari hamda tuman tibbiyot birlashmasi rahbariyati qatnashdi. Mana ayni damda Jondor tumanidagi vatanparvar bog'ida keng qamrovli chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik boshlandi. Bu tibbiy ko'rikda asosan birinchi navbatda o'sha ayollarni, xususan aholini reproduktiv salomatligini mustahkamlash, sog'ligini tiklash, ularni sog'lom turmush tarziga o'rgatish va mana shuni sog'lom turmush tarzini keng ommalashtirishga qaratilgan. Ayni damda yoz mavsumi ketayotgani uchun irsiy kasalliklar, mana yuqumli kasalliklarni oldini olish va bu borada profilaktik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli tashkil etishga qaratilgan va bu borada bizni mana patronajlarimiz, mahalladagi xotin-qizlar faollarining juda bir funksional vazifalarida ham belgilab qo'yilgan muhtaram prezidentimiz tomonidan mana shu har bir xonadonda tibbiy madaniyatni kirib borishi, sanitariya, gigiyena holatlariga rioya etilishiga o'rgatish va sog'lom turmush tarzini keng ommalashtirish va o'sha har bir xonadonga kirib borishni ta'minlashga qaratilgan. Shu kunning o'zida tibbiy xizmatlarning sifat va qamrovini oshirish, aholiga tibbiyotni yanada yaqinlashtirish, ayniqsa keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga g'amxo'rlikni kuchaytirish maqsadida marafon doirasida o'tkazilgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar ko'tarinki ruhda boshlandi. Bu jarayon oldidan Jondor tumani tibbiyot birlashmasi xodimlari anchagina tayyorgarlik ishlarini olib bordilar. Tibbiy tekshiruvlarni tumandagi So'lim vatanparvar bog'ida tashkil etilishi ham aholi uchun qulaylik bo'ldi. Shuningdek, bu yerda sog'lom ovqatlanish tartibi, sog'lom hayot tarzi shiori ostida ham bemorlarga bir qator tavsiya, ko'rsatma va maslahatlar berildi. Sog'liqni saqlash tizimidagi barcha islohotlarning samarasi o'laroq butun viloyatimiz bo'yicha salomatlik marafoni ketma-ketlikda o'tkazib kelinyapti. Mana boshlanishi chekka hudud bo'lgan Olotdan boshlab bugungi kunda hozir Jondor tumanigacha yetib keldik. Bunda biz aholining barcha qatlamlarini qamrab olgan tarzda skrining ko'ruvlaridan tibbiy chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar natijasida xalqdagi birlamchi kasalliklarni aniqlab va ularni rejali ravishda ambulatoriya bo'lsa ambulatoriya, bo'lmasa statsionar sharoitda davolanishni tashkillashtirilyapti va buning natijasi o'laroq kasalliklarni erta aniqlash, kasalliklarni erta profilaktik choralarni ko'rish maqsadli ravishda amalga oshirib kelinmoqda. Xullas, Jondorda bir oylik salomatlik marafoni hududlar kesimida davom etadi. Tadbir aholi o'rtasida kasalliklarni oldini olish va sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishga qaratilganligi bilan yanada ahamiyatlidir.